Abitdan keyingacha уже bitkizib berishdi. Xudo xolasa mana xursandmiz uni tortishlarini ko'rib. Hamma çok kerak. Mana pechka. Tavsiya qilamiz ondan. Qo'ygan narsalarini ham ko'ravering. Kachествosiga ham gap yo'q unda. Xudo xolasa ko'p xizmat qilaversin. Yaxshi kunlar xizmat qilamiz. Bunday dard ko'rmadim sizga. O'zim chiqaman. Oyog'ingizga yana qiling. Bolam so'pi. Mana hurmatli obunachilar, Farg'ona viloyati Quvaga kelib o'rnatib berdik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, sarlavhada nomerlarni qoldiramiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Pechka 1 metrli, to'rtlikda bo'lgan. Hamyonimizga borib o'rnatib yoqib beramiz. Uy egalari sement qon, shiperdan chiqadigan bo'lsa, bitta azbestor bo'lib beradi. Mo'ri zigzagga chiqib ketgan. Tozalaydigan joylari muammo bo'lmaydi. To'lsa ham sekingina tozalab yana yoqilaveradi, xudo xolasa. Old tarafi pechka lazerda kesilgan. Ablisopka g'ishtlar bilan. Ablisopka g'ishti foydali tarafi ertaga yolib ketdi, tushib ketdi bo'lmaydi. Uyni ko'rki bo'lib, chiroyli bo'lib turaveradi. Kafe shu qilish kerak yo'q. Pechkaning old tarafi. Orqa tarafini ko'rsatamiz. Mana orqa tarafi. Orqa tarafi mana. O'rtaga, chekkaga xohlagan joyingizga qo'yib beraveramiz. Xizmatlar oddiy bo'ylab. Videoga like bosishni esdan chiqmasin. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.